Yer sayyorasi haqida 25 ta fakt. Salom do'stlar. Biz yashayotgan yer sayyorasi juda katta sirlar va qiziqarli ma'lumotlarga to'la. Bugun sizga yer haqida 25 ta eng qiziqarli faktni taqdim qilamiz. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Siz bilarmidingiz, yer to'liq sharsimon emas. U qutblardan biroz yassilashgan. Yer yoshi 4,54 milliard yil deb taxmin qilinadi. U minglab yillar davomida shakllangan. Yer yuzasining 71% qismi suv bilan qoplangan. Demak, sayyoramiz asosan suv dunyosidir. Dunyodagi eng chuqur joy Mariana botig'i. U 11 kilometrdan ham chuqur. Yer yadrosi asosan temir va nikel aralashmasidan iborat bo'lib, u juda issiq va qattiq bosim ostida. Yer atmosferasi 78% azot, 21% kislorod va boshqa gazlardan iborat. Gravitatsiya bizni sayyoramiz yuzasida ushlab turadi. Agar u bo'lmaganda biz koinotga uchib ketgan bo'lardik. Ozon qatlami bizni quyoshning zararli nurlaridan himoya qiladi. U bo'lmaganda tirik mavjudotlar xavf ostida qolardi. Yer o'z o'qi atrofida 24 soatda, quyosh atrofida esa 365 kuni 6 soatda aylanadi. Yer kuchli magnit maydonga ega bo'lib, u bizni kosmik radiatsiyadan himoya qiladi. Siz bilarmidingiz, Janubiy qutb Shimoliy qutbga qaraganda ancha sovuq. Yer qobig'i o'rtacha 30-50 kilometr qalinlikda. Okean tubida esa atigi 5-10 kilometr. Dunyodagi eng baland nuqta Everest cho'qqisi. Uning balandligi 8849 metr. Yer yuzida har kuni minglab kichik zilzilalar sodir bo'ladi. Sayyoramizdagi ichimlik suvining katta qismi yer ostida joylashgan. Hozircha yer hayot mavjud bo'lgan yagona sayyoradir. Okeanning faqat 5% qismi o'rganilgan. Balki u yerda biz bilmagan hayvonlar yashayotgandir. Inson faoliyati tufayli atmosferadagi issiqxona gazlari ortib bormoqda. Eng issiq joy Eronning Lut cho'li. U yerda harorat 70 Selsiy gradusga yetishi mumkin. Eng sovuq joy Antarktidaning Vostok stansiyasi. U yerda harorat -89,2 Selsiy gradusgacha tushgan. Yerning tortish kuchi hamma joyda bir xil emas. Tog'larda va qutblarda u biroz farq qiladi. Okeanlar sayyoramizdagi kislorodning 50-80% ni ishlab chiqaradi. Yerda eng uzoq yashagan organizmlar million yillar yashovchi bakteriyalardir. Quyosh botayotganda osmonning qizil tusga kirishining sababi yorug'lik tarqalishidir. Yer har yili millionlab tonna gazlarni yo'qotib bormoqda. Yer ajoyib sayyora. Uni asraylik va himoya qilaylik. Video yoqqan bo'lsa, like bosing va do'stlaringiz bilan ulashing. E'tiboringiz uchun rahmat.